Assalomu alaykum Orif aka. Ertalab O'zbekiston terma jamoasi Kanada bilan o'yin o'tkazdi. Bu o'yinni albatta tomosha qilgansiz va o'yin haqida fikrlaringiz terma jamoamizdan kutilgan o'yin bo'ldimi yoki bu o'yin shunchaki o'rtoqlik o'yini, ko'p narsa kutmaslik kerakmi? Qarsildoq vafli, qovurilgan yer yong'oq va karamel. Bularning barchasi bitta Apache batonchigida. Apache, quvvatlan va harakat qil. Zo'r so'z. Ya'ni kutilgan, men ko'p ishlataman, kutilma degan narsa. Biz kutilmalarimizni aniqlab olishimiz kerak. Terma jamoamizga bo'lgan kutilmalarimiz. Biz deganda mana jurnalistlar, biz sharhlovchilar, ommaviy axborot vositasi vakillari yoki muxlislar hamma o'zi uchun kutilmasini aniqlab olish kerak. Alohida uchrashuv uchun, jahon chempionati uchun, har bitta mundialdagi o'yinimiz uchun. Va mana bu uchrashuvdan kutilmalarim Cannavaro aynan mana shu uchrashuvda boshlang'ich asosiy birinchi turdagi tarkibimizni maketini berish kerak edi. Men bu kutilmani oldim deb hisoblayman. Endi hali bilmayman nima bo'ladi, balki o'zgarib ketar, lekin shunaqa o'ylayapmanki, hozircha aynan mana shu Kanadaga qarshi boshlangan tarkibni hech bo'lmasa bir 80% 8 futbolchida endi bundoq qilganda 8-9 futbolchi asosiy tarkibda o'ynaydi. Endi G'aniyev jarohat olib qoldi, afsuski, bu sal foizga ta'sir o'tkazadi. Xo'p, shu nuqtai nazardan men kutilmalarimni oqladim. Men faqat tarkibimizni ko'rmoqchi edim. Ya'ni biz Toshkentda o'sha kuzatuv uchrashuvida oqlar va ko'klar degan uchrashuvni ko'rdik va bu biz bila olmasdik. Chunki ikki tomonda ham kuchli futbolchilar bor edi, ya'ni birlamchi deb qaralgan futbolchilar bor edi, yoki biz oq jamoani asosiy tarkibimiz yoki ko'k jamoani asosiy tarkibimiz deya olmasdik. Va bu ozgina xavotir berardi, chunki tezroq asosiy tarkibimiz aniqlanib olsa, u yerda kim bo'lishidan qat'iy nazar, keyin biz keyingi bosqich kutilmalarga o'tsak bo'ladi. Bu nima? Har bir raqibga qarshi qanaqa o'yin kutishimiz mumkin? Shu nuqtai nazardan Kanadaga qarshi uchrashuvdan men kutganimni oldim. Endi o'yinni o'ziga 90 daqiqaga keladigan bo'lsak, birinchi taym yoqdi. Birinchi taymda men nisbatan tempni qabul qila oldik, qo'llab-quvvatlay oldik deb hisoblayman. Ya'ni Kanada bergan tempni. Shu yerda muhim nuqta, xuddi mana biz rakursimizdan qarayotgan bo'lsak, Cannavaro meni nazdimda asosiy tarkibni o'zi uchun rasmini chizib olgan bo'lsa, allaqachon Kanadada esa unaqa rasm yo'q ekan. Chunki ko'rdikki, Kanada birinchi taymda ikkita o'zgarish qildi, ikkinchi taym 46-daqiqada umumiy 9 ta o'zgarish qildi. Butun tarkibni u almashtirib tashladi. Keyin yana o'zgarishlar qildi. Bu degani Kanada terma jamoasini biz asosiy tarkibiga qarshi o'ynadik degani emas va asosiy o'yinini ham ko'rsatdi deya olmaymiz. Yaxshimi o'sha asosiy o'yini, bundan yomon, buni ham bilmaymiz. Ko'p ehtimol asosiy tarkibini ular endi aniqlaydi. Garchi bu o'yinga ular ham asosiy tarkibni tashlashi mumkin edi. Va birinchi taymdagi tempimiz yoqdi, ikkinchi taymda esa bu mana shu jismoniy holat bilan, uchishlar bilan, parvozlar bilan bog'liq. Bu narsani oddiy muxlis tushunaman, qabul qilish qiyin. Ya'ni nima qilibdi endi, uchib borgan bo'lsa, uxladi, mashg'ulot o'tkazdi, boshqa yo'q. Va biz aytsak, masalan, jurnalistlar, hamkasblarimiz yoki men aytsam ham, men o'zim izohlarda ko'p kuzataman, bahonaga yo'yishadi, boshqa qilishadi. Men unaqa deb o'ylamayman. Har bitta mayli professional emas, yarim professional tarzda futbol bilan shug'ullangan yoki sport bilan shug'ullangan inson bu narsani ta'sirini biladi. Ya'ni ovqatlanish, parvozlar, uyqu, boshqa shu narsalarning ta'siri bor edi ikkinchi taymda va o'zi umuman ham Cannavaro shu vaqtgacha bergan intervyularda aytib kelayotgandiki, temp past Superligada Erondagi futbolchilarimiz o'yin o'tkazgani yo'q. Bu ta'sir o'tkazadi. Mana shuning uchun shunaqa mashg'ulotlar o'tkazdikki, Darun akaga bergan intervyusida markaziy sektorda aytdiki, yuklamalarni oshirdim. Kimdirlar o'zini yo'qotib qo'ydi, ya'ni hatto ta'sir o'tkazgandan hushini yo'qotdi. Shunaqa jumla ishlatdiki, shunaqaroq. Ya'ni bu dahshat, ya'ni u mashg'ulotligi yuklamalarni oshirgani nimani anglatadi? U jahon chempionatining tempini his qilyapti. Va mana biz birinchi taymdan keyin yigitlarda pasayish ko'rganimiz Cannavaro haqligini ko'rsatdi va u yana aytgandek, o'yindan keyin biz mana shu yerda xatolarni ko'rib olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi albatta xatolarimiz haqida gaplashsak bo'ladi agar savollarda. Xatolarimizni muhokama qilishdan oldin sizga yana bitta savol bilan yuzlanmoqchi edim. Tarkib masalasida. Biz o'zimiz bahslarimizda ham terma jamoamizda, misol uchun, yarim himoyadagi o'zgarmas ikki duet ham bo'ladi, Hamrobekov hamda Shukurov. Lekin ular tezlik nuqtai nazaridan ancha sekinlashgan, ammo klass qolgan baribir ham deyishadi ko'pincha. Tezlik past, lekin klass bor. Lekin biz hozir qanaqa klassdagi terma jamoalar bilan o'ynaymiz va ularning klassi bilan bizni bu ikki duetimizni klassini solishtirganda katta farq bor baribir. Hatto bizni klasslilarimizdan ham klassliroq desa bo'ladi ularni. Tabiiy. Va olam shundan iboratki, Kanada bilan o'yinda ham statistikani ko'rib chiqqanimda duellarni 20% ni yutgan va Shukurov 18% ni yutgan. Bu pozitsiyada rotatsiya qilish kerak deb o'ylaysizmi? O'zi o'yindagi asosiy masala, mana gaplashamiz deganimiz, shu mavzu ochilyapti. Bizni markazga boy berganimiz. Ya'ni kurashlarda yutqizganimiz. Kurash qanaqa bo'ladi? Bu duel degani to'p keldi shu hududga, raqibda
to'xtatish kerak yoki sekinlatish kerak, chekinishga majbur qilish kerak va maksimum eng idealda olib qo'yish kerak futbolchi, markaziy futbolchi shunaqa qilish kerak. Shu duellarni demak yutqizgandi deb hisoblanyapti. 5 dan 1 ni yutgan, 5 dan 4 ni yutqizgan. Ha, ularning sport formasi hatto o'tgan mavsumni shu qismidagi emas. Ular jahon chempionatiga chiqqan o'yinda masalan juda katta hajmdagi ishni amalga oshirgan. Buni menimcha Otabekning o'zi ham biladi, Odilning o'zi ham biladi. Chunki ularda ham o'yin amaliyoti yaxshi bo'lmadi. Odilda umuman, Otabekda ham ko'ngildagidek bo'lgani yo'q. Shuning uchun o'sha pozitsiya biz uchun og'riqli hozir ko'rindi. Jahon chempionatida ham bu og'riqli bo'ladi. Chunki dunyoning eng zo'r futbolchisiga qarshi o'ynaymiz shu pozitsiyadagi Vitinha men nazarimda bugungi kunda. Oson bo'lmasligi aniq. Buni tushuntiraman, lekin meni nazarimda o'sha klass masalasi bitta epizodda ko'rindi. O'sha o'yinimizdagi 1-1 Eldorni chiqarib olgan futbolchi kim? Otabek. Bitta uzatma bilan Otabek Eldorni 1-1 chiqarib yubordi. Endi Eldor foydalanmadi, vaqtni ham gaplashsak bo'ladi, lekin o'sha klass shu. Tezlikda qolib ketyapti, kurashda yutqazyapti, lekin u oldinda ochilayotgan sherigini ko'rdi va bitta uzatma bilan chiqarib bera oldi. Adashmasam Otabek edi. Endi boshqa variantlar. Men yozdim bugun, Umarali tushib qoldi. Umarali qizib turuvdi-da, Ozarbayjondan kelib, yugurib. Endi meni ko'z qarashimda Umaralini sanab ko'rsa bo'lar. Keyin o'zgartirdi, Mazgovoy tushirdi, boshqa qildi. Mazgovoy ham birmuncha harakat qildi. Bu pozitsiyada o'ynash mumkin. Bu pozitsiyada o'ynash mumkin bo'lgan yana bitta futbolchimiz orqada himoyada o'ynashga majbur bo'lyapti. Bu Abdulla Abdullayev. Shu nuqtai nazardan Cannavaro'ni bir super ideal variantlari bor edi-yu, u Otabek bilan Odilni hozir yomon sport formasida o'tirganda ham qanaqadir boshqa sabablarga ko'ra tanlayotib olmayman. Hozir bizda eng yaxshilari baribir Otabek va Odil. Endi hali Niderlandiyaga qarshi o'yinni ko'rishimiz kerak. Balki Cannavaro xulosa qilgandir, balki biz Akmalni ko'rarmiz, balki yana boshqa o'zgarishlarni ko'ramiz. G'aniyev o'zi aslida bilamiz, G'aniyev ham o'yna oladi bu pozitsiyada. Bu ishlarni qila oladi. Endi sal boshqacharoq, lekin o'yna oladi. Lekin bular ham hammasi joyida bo'lishi kerak. Shuning uchun meni bu bo'yicha ko'z qarashim shunaqaki, nazarimda Otabek va Odil qo'shadi. Qo'shish kerak. Men ya'ni kutilmalar haqida umumiy jahon chempionati haqida gaplashamiz, lekin eng kuchli pozitsiyam shu bo'lgan jahon chempionatigacha. Va hech bo'lmasa terma jamoaning boshqa pozitsiyalari darajasiga hali chiqib oladi deb umid qilaman. Va juda ham ko'p muxlislar heyt qiladigan bir futbolchimiz bor. Afsuski shunaqa shakllanib qoldi oxirgi 2 yilda desa bo'ladi. Bu Farruh Sayfiyev va kechagi uchrashuv uchun ham uni juda ko'p tanqid qilindi, lekin juda ko'p futbol mutaxassislari va Cannavaro'ning o'zi ham undagi sifatlarni alohida e'tirof etadi. Demak, mutaxassis sifatida siz unda nima sifatlarni ko'ra olasiz va muxlislarni qaysidir ma'noda gaplariga qo'shiladigan joylaringiz ham bor? Farruh Sayfiyev. Men ham bugun Instagramga video qo'yganimda izohlarda juda ko'p uni nomini tilga olib, kimdir tanqid qilyapti, kimdir tanqid qilyapman deb haqorat qilyapti. Ya'ni afsuski haqoratda, balki mana shu videomiz ostida ham bo'ladi ular. Haqoratda tanqid deb hisoblaydiganlar bor-da. Aynan ular uchun men kameraga qarab turib aytmoqchiman, do'stlar, o'zinglarni aldamanglar. Haqorat bu tanqid emas. Tanqid Sayfiyev o'yna olmayapti. Uni tezligi pasaygan, u juda ko'p xato qildi va meni nazarimda bu terma jamoa darajasida emas, nuqta. Men tanqiddan boshqa juda ko'p haqoratlarni o'qiyapman-da. Bu yaxshi emas. Terma jamoamiz kim bo'lishidan qat'iy nazar Sayfiyev haqida emas gap. Mayli. Hozir men bu mavzuga chuqurlashmoqchi emasman. Ha, Sayfiyev juda ko'p xato qildi. Men ham yozdim, ya'ni nima yozdim? Iloho Hoji Akbar Alijonov bilan hammasi joyida bo'lsin. Chunki o'ynamadi, u qaynomada yo'q edi-yu. Va Hoji Akbar bo'lmagani hisobiga bizda shunaqa qanotli yuzaga keldi. Farruhni terma jamoani barcha murabbiylar jalb qilganda, bitta narsani tushunishimiz kerak. Men murabbiy emasman. Yozayotganlar ham murabbiy emas-da, izoh yozayotganlar. Lekin Fabio Cannavaro ham, Timur Kapadze, Srechka Katanes ham uni jalb qilgan terma jamoaga. Bu uchalasi 3 xil dunyo murabbiylarida va bitta gap bor, bitta narsani ishonchli ekaniga belgi sifatida qabul qilindi. Ya'ni bir-biri bilan kelishib olishi mumkin bo'lmagan darajadagi insonlar tanlovi. Ular hech qachon bir-biri bilan kelisha olmaydi. Ya'ni u ham tanlayotgan bo'lsa, bu ham tanlayotgan bo'lsa, boshqasi ham tanlayotgan bo'lsa, Farruh demak munosib. Faqat xatolari bor endi maydonda. Menimcha uni o'zi ham his qiladi. Nimaga? Chunki men o'ylaymanki, unda nazarimda ko'proq chap qanot qulayroq. O'sha eng yaxshi davrlarni Masharipov bilan chapda o'tkazgan u bog'liqlikda. Lekin u hozir majbur bo'lyapti nisbatan o'ngga o'tib o'ynashga. Va bu qulay emas. Va bugun biz ishxonada ham, ya'ni sport telekanali redaksiyasida ham shu masala bo'ldi-da, muhokama qildik. Endi biz muhokama shu nima uchun degan masala. Inside desa ham bo'ladi. Buni ichkaridan kelayotgan narsa. Farruhni nimaga hamma qadrlaydi? O'sha gap. U ikkala qanotda o'yna oladi. Nimadir bo'lib qolsa, Xudo ko'rsatmasin. Mana nimadir bo'lib qoluvdi, u o'ynadi-da. Xudo qolgan.
Hozirgi sport formasi past, lekin u qachonlardir top bo'lgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Ya'ni u qachonlarda top bo'lgani uchun bugun o'ynash kerak demoqchi emasman. Lekin hozir ham u ikkala qanotda o'ynaydigan va mana Erik Garsiya degan futbolchi bor, Barselona. Hali shunaqa tushuntiraman-da. Alohida olsa Erik Garsiya juda ko'p tanqid qilinadigan futbolchi. Lekin nimaga Flik undan foydalanaveradi? Chunki u yopib beradi hamma joylarni. O'ngda ham o'ynaydi, chapda ham o'ynaydi, markazga ham qo'yadi, himoya markaziga, maydon markaziga ham qo'yadi. Sayfiyev formasi yaxshi bo'lishiga tilakdoshman va men o'ylaymanki, uni ham qaysidir nuqtalarda bizga foydasi kelishi mumkin va foydasi kelgan. Eng qizig'i bitta shunaqa hozir esimga kelib qoldi. Adashmasam Eronga qarshi uchrashuvda edi. O'sha payt ham juda ko'p tanqid qilardi va o'sha kuni Sayfiyev juda ko'p ish qilgan. Ya'ni hal qiluvchi o'yinlardan bittasi saralashda. Og'irda, masalan, futbolchining taqdiri, men bilaman, ular o'rganib ketgan. Lekin ular ham izoh qilib boshqa o'qiydi. Tanqidni ular qabul qilish mumkin, lekin haqorat, sha'nga tegan haqorat bu yaxshi emas, do'stlar. Shuni yana bunaqa aytaman deb aylanib kelyapman shu nuqtaga. Yomon o'ynayotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir murabbiy undan foydalanyapti-da. Sayfiyev kimi Kannavaro? Tog'asimi? Kimi? Menga aytaylik, kim misol uchun. Hech kim emas, ya'ni ko'ryapti unda, nimadir ko'ryapti. Balki Niderlandiyaga qarshi o'yinda u foydalanmas. Balki jahon chempionatida u o'ynamas. Shu nuqtai nazardan men juda bir osmondan kelib qoldi, umuman nomunosib degan fikrga qo'shilmayman, lekin xato qilyapti, ha. Buni endi hamma ko'ryapti. Va men ham ko'ryapman, va men ham yozdim. Alijonov qaytsin, Nasrullayev, Alijonov qanotlarda hozir biz uchun optimal. Xato qilyapti deb o'ylaysizmi yoki klass yetmayapti deb o'ylaysizmi? Yo'q, xato qilyapti. Klass yetmaganini Yo'q. U xato qilyapti. Klass yetmayapti nima degani? Klass yetmayapti degani, masalan, bor darajasi shu, a? Yo'q, u menimcha texnik xatolarga yo'l qo'yadi. Pozitsiyalarda texnik xatolarga yo'l qo'yadi. Nimaga? Bu endi u yosh emas u. Menimcha terma jamoadagi eng yoshi katta 3 ta futbolchidan bittasi. Yusupovdan keyin. Ha, bundoq qarasa shunaqada. Shuning uchun endi yosh o'z so'zini aytadi, xato qilyapti. Lekin murabbiy undan foydalandi va endi yana bu yog'iga ko'ramiz. U murabbiy nima ko'rdi ekan? Men nazarimda murabbiy ham ko'rdi o'yinni va u qanaqadir xulosalar beradi. Va o'sha gap agar Kannavaroning zaxirasida bo'lganda boshqa futbolchi, kuchliroq futbolchi foydalanadi. Demak, yo'q, u shundan foydalanadi. Va bu o'yin haqida oxirgi savol. Abduqodir Husanov mana shu uchrashuvda 16 ta himoyaviy harakatlarni amalga oshiribdi. Ya'ni SofaScore yoki boshqa portallarga qaraydigan bo'lsa ham, yashil yonib turgan futbolchimiz aynan Abduqodir Husanov edi. Ko'pincha Abduqodir Husanov ayrim mutaxassislardan eshitganman, biroz omadliroq futbolchi deylik. Aliqulov ham o'sha klassda o'ynab ketishi mumkin yoki Shomurodov ham o'sha APLda yoki La Ligada o'ynashi mumkin kabi fikrlar yangraydi, lekin mana shu o'yindagi taassurot ham rol o'ynaydimi? Ya'ni Abduqodir Husanov baribir qolgan futbolchilarimizdan u Shomurodov bo'ladimi, Fayzullayev bo'ladimi yoki boshqa yana top futbolchilarimiz bir bosh baland degan fikr. Endi uni darajasi hozirgi kunda balandligi aniq nazarimda. Bu bahs talab mavzu emas. Nega? Chunki u dunyoning eng kuchli ligasi, balki eng kuchli jamoasidan kelyapti. Endi bahslik-ku, 3 tasidan bittasi, 5 tasidan bittasi aniq borda top 5 talikda Manchester City. Va bu shunchaki brend emas bu masala. Ishlayotgan mexanizm ichida keladi. Angliya Premyer Ligasida oxirigacha kurashgan, Angliya Kubogi, Angliya Liga Kubogini qo'lga kiritgan, Chempionlar Ligasida ham bir muncha harakat qilgan jamoa tarkibidan kelyapti. U shu tuzilmada, infratuzilmada mashg'ulot o'tkazadi, ko'zini ochadi Manchesterda, ko'zini ochadi trenajyorda, uni Guardiola shug'ullantiradi, uni Guardiolaning yordamchilari shug'ullantiradi, ha? Ya'ni boshqacha bo'lishi mumkinmi? Chunki boshqa futbolchilarimizni xuddi men aytgan hozir mana nimalarni tilga olgan bo'lsam, xuddi shu kesimda ko'rib chiqinglar. Ular qayerdan kelyapti masalan? Eldor Turkiyadan kelyapti, Başakşehirdan. Turkiya chempionati zo'r chempionat, lekin biz solishtira olamiz Angliya Premyer Ligasi. Tezlik. Bu ahamiyat kasb etadi baribir. Va Super Ligadan kelyapti qolganlar. Super Ligamizni yaxshi ko'ramiz, lekin bilamiz u vaziyat qanaqaligini. Shuning uchun albatta u bir bosh, endi bir shunaqa ishlashi mumkin bo'lsa, ancha baland darajasi, ya'ni hozirgi holatdagi sport formasi, uni fikrlashi, uni maydonni ko'rishi. Lekin men o'ylayman bu anaqa emas, nima deydi, tafovut kosmik emas, fazoviy emas. Men o'sha Kannavaro intervyuda aytmasdan ham oldin, men qat'iy intervyu bergan bo'lsam va shu mavzu ko'tarilgan bo'lsa aytganman, Husniddin Aliqulov Husanovdan kam bo'lmagan darajadagi futbolchi. Faqat u o'sha Rizesporga bordi, jarohatlar girdobiga kirib qoldi. O'sha yerda ham bir to'liq 2 marta uzoq muddatli jarohat olyapti-da va shunda ham u nomini saqlab qoladi. Bittadan keyin o'ziga kelmaganlar bor-da. Bittadan keyin o'ziga kelmagan. Ashurmatov. Ashurmatov ham o'zini nuqsonlari bor, boshqasi bor, lekin u ham legioner bo'lib stabil o'ynadi Rossiya chempionatida. Bu baribir katta daraja. Biz tarozimizni to'g'rilab olishimiz kerak-da. Masalan, men bilmayman, men shunaqa qarayman, Abduqodir o'zbek futboli uchun nonsens va bir tasodifan yetishib chiqmadi. Men o'ylayman, Abduqodirga o'xshagan futbolchilarni bera olamiz. Ha, qiyin bo'ladi, har kuni ishlab chiqara olmaymiz, har kuni yetishtirib bera olmaymiz. Har kuni menimcha
Faqat La Masiyada yetishib chiqsa kerak bunaqa futbolchilar. Lekin bo'ldi boshqa chiqmaydi degani ham emas. Shu terma jamoadan ham men ishonaman, Abbosning darajasi bor. Abbosni u ham jarohat oldi-yu, ancha muddat o'ynamadi. Mana qaytdi. Shu qaytganida qancha sport formani tikladi, uni mental fikrlashi, chunki futbol faqat yugurish, tepishdan iborat emas. Mana bu yerda-da futbolchini asosiy boyligi va asosiy uni o'sha klassi shu yerda. Klassi shu yerda. Shuning uchun Abduqodirda ham hali o'sishga ancha tepada joy bor. Hali u yetib kelmadi o'zini shiftiga. Va qolganlar ham men o'ylamayman, nima deydi, o'ta Abduqodirdan juda uzoqda deb. Shu atrofda mana shu jahon chempionati balki ularni ham keyingi darajaga olib chiqar. Xo'p. Keyingi mavzu yuz xotir qilmasdan bemalol gaplashsa bo'ladigan mavzum deb qarayotganim, lekin bu yerda ham Ronaldo va Messi mavzusi ekan. 2 yilcha aylanganda o'sha Ronaldoga dushman bo'lmagan muxlislar uni tugatishni xohlash kerak kabi fikrlar va mana shu mundial uchun ham o'sha fikrlar aktualmi? Ronaldo Portugaliyada asosiy tarkibda o'ynashi kerakmi? U asosiy tarkibda tushsa jamoada nimadirlar buzilib ketmaydimi? Shu haqida qisqacha. Yevropa chempionati Euro 2024 dan kelgan. Men o'sha bizni ko'rsatuvimizda markaziy sektorda bu gaplarni aytganman. Yevropa chempionati bu ikkinchi katta musobaqa edi. Ronaldo ko'z yosh bilan tark etgan. Va Ronaldoning muxlisi bo'lgan bir inson uchun tushunishimiz kerak. Masalan, men futbolni 2001-yildan beri ko'rganman. O'shanda endi masalan 8-9 yosh bo'lgan bo'lsam, endi tushunib yetib turib futbolni ko'rayotgan davrim bu Ronaldoning chiqishi davri hisoblanadi. Men uchun Ronaldo juda ham qadrli futbolchi demoqchiman. Angliya Premyer Ligasini yaxshi ko'rardim, har bitta o'yinini ko'rardim, boshqalardim va u g'olib futbolchi endi bundoq qaraganda. Va u jahon chempionatida tark etdi va faqatgina nima deydi, butun dunyodagi muxlislar qolib O'zbekiston, Toshkent dagi Orif Tolipgina gapirgani yo'q bu narsani. Ya'ni nimani? Ronaldo terma jamoasida o'sha xalaqit berib qolyapti. O'sha vaqtda juda ko'p muhokama qildi. Men endi foizlarda bilmayman. 70%, 80% unda tomonda bo'lishi mumkin, chunki armiya juda katta, tabiiy. Lekin uncha muxlislar va mutaxassislar albatta bu haqda aytishdi. Ya'ni bu yashashga haqli bir fikr edi. Ya'ni u terma jamoada o'sha asosiy tarkibda o'ynaganda, hatto o'sha murabbiy ham jahon chempionatida shunaqa deb o'ylab, Ramushdan foydalangan, keyin esa u ham yordam bera olmagan, Ronaldoni zaxiradan tushirgan. Ya'ni uni men o'ylamaganman, uni murabbiy ham o'ylagan, Santush. Keyin Yevropa chempionati bo'ldi, yig'ladim, men o'sha gapni gapirdim, ya'ni emotsiyada gapirdim. O'sha vaqt uchun men shunaqa istaganman. Ya'ni Ronaldo terma jamoasida faoliyatini yakunlasin, keyingi katta turnirda ham bir pand yemasin. Shunaqa bir holatga tushib qolmasin. Chunki u aybdor emasmi? Portugaliya baribir chempion bo'la olmayapti. Unda Messi allaqachon chempion bo'ldi. Shuning uchun hozir endi keladigan bo'lsa, ya'ni aytmoqchimanki, o'sha vaqt uchun men o'sha fikrdaman hali ham, ya'ni. O'sha vaqt uchun. Ammo hozir mana keldik, u o'ynadi, u Saudiya Arabiston chempionatiga bordi va mana u 24 yil deganda, 3,5 yil deganda chempion bo'ldi-da. Men bu odamdagi irodani, anaqasini, hissini bilmayman qanaqa darajada, qanaqa bir levelda deymiz-ku. U to'ymas-da. Men sharhlovchiman, sharhni juda yaxshi ko'raman-da. Men juda xohlayman shu kasbda qanaqadir eng cho'qqiga chiqishni. Va men uchun bunda Ronaldo o'rnak. Chunki u taslim bo'lmayapti-da. Masala shunda. Men mavjudligimni bilmaydigan odam, ya'ni u bilmaydi. Shu yoki menga o'xshagan juda ko'p insonlar bir qismi u haqida har qanaqa fikr bildirayotgan vaqtda u kurash olib boryapti, yiqilyapti, yeta olmayapti, yig'lab tark etyapti, o'ziga o'zi bu narsalar qilyapti. Saudiya chempionatida ko'rdik-ku, qancha qiynaldi o'sha titulga borishga. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi finalda mag'lub bo'ldi. Lekin baribir o'sha narsani qildi-da, oldi. Gol urdi o'sha hal qiluvchi uchrashuvda. Buni mana anglatadi, u baribir menga o'xshagan shaxslarni fikri bilan bir narsa xalq o'zgarib qoladigan shaxsiyat emas. U umuman boshqa darajadagi shaxsiyat. Shuning uchun men jahon chempionatida o'ynashi aniq, terma jamoa tarkibi e'lon qilindi va men juda xohlardim idealda u chempion bo'lishini. Idealda. Aytishadi, ya'ni biz sharhlarda badiiy qilib ishlatib qo'yamiz. Futbol qarzini uzgan bo'lardi deymiz. Balki, Realdachi? Lekin endi real qaraydigan bo'lsak, da'vogarlar ko'p-da. Masalan, mendan so'rashganda men boshqa jamoani aytyapman hozir. Ronaldoni o'sha yuz xotir qilib o'tirmasdan. Shuning uchun omad. Men Ronaldoni aytgandek muxlisman, lekin menga og'ir uni tark etishi. Ammo hayot shunaqa. Faqat g'alabalardan iborat emas u. Balki o'sha o'zini mag'lubiyatlari bilan ham qanaqadir o'rnak beryapti va mag'lubiyatlardan keyin o'rnidan turib, o'sha maqsadga qarab borayotgani bilan
o'rnak beryapti va bu ma'noda menimcha u birinchi raqamli shaxs. Futbolchi emas, shaxs dunyoda. Qanaqadir maqsadga qarab borish bo'yicha. Mundial yaqinlashgani sayin ko'proq o'rganilgan raqiblarimiz haqida qanaqa fikrlar bildira olasiz? Kolumbiya, Kongo, Portugaliya, qisqacha misol uchun ko'pchilik aytyapti, Qahramon aka shunaqa fikr bildirdi. Men o'zbek bo'lmaganimda guruhimizga qaraydimda, tarkiblarga qaraydimda O'zbekistonni outsider degan bo'lardim kabi fikr bildirdilar. Siz bu borada qanaqa fikrdasiz? Muxlis sifatida men doim, ya'ni men hammamiz muxlismiz bunday qaraganda. Futbol o'ynamayotgan har bitta odamni muxlislikdan ozgina qismi bo'ladi-da. O'sha 11 ta, 26 ta futbolchidan ular muxlis bo'la olmaydi, chunki ular o'sha ishni qilyapti. Shu ish bilan shug'ullanyapti. Ular sevib qiladi, boshqa qiladi. Qolganlar hammamiz muxlismiz, oz darajada, kimdir 100% muxlis, kimdir. Men ham muxlisman, baribir katta qism. Va muxlis sifatida men ishonaman, qo'llab-quvvatlayman, guruhdan chiqishimizni aytib. Mayli o'sha paytda yana aytganman, guruhdan chiqamiz, boshqa nimaga qo'rqishni aytganman. Endi albatta agar real qaraydigan bo'lsak, biz har holda aniq Portugaliyadan va Kolumbiyadan pastmiz. Kongoni terma jamoasi balanslashgani uchun shunaqa deyishyapti-da. Masalan, ularda Abduqodir Husanov darajasidagi futbolchi yo'q. To'g'rimi? Agar shunaqa gaplashadigan bo'lsak, yo'q ularda. Ularda balki Eldor Shomurodov prime darajasidagi futbolchi ham bo'lmasligi mumkin. Lekin tarkibi balanslashgan, bir tekis. Shunaqa nisbatan. Bizda mana 3 oy 4 oy futbol amaliyotiga ega bo'lmagan futbolchilar ham bor-da. Eron chempionati vakillari yoki Superligamiz vakillari. Topyapti-ku, masalan, Cannavaro, O'lmasaliyev chaqirdi yoki deylik Behruzni olyapti mana, masalan. Shunaqa futbolchilar bor. Ularni hatto bizning muxlislarimiz terma jamoada kutmagandi, ko'pchiligi. U Kongo yoki nimani qo'yib turing, o'zimizning muxlislar kutmagandi. Shuning uchun balanslash nuqtai nazaridan bizda disbalansdek ko'rinyapti. Shu nuqtai nazardan kimdir outsider deb qarayotgan bo'lsa, men yoqqa yirtib u bilan talashmayman. Bor asoslar outsider deb qarashga, lekin endi men o'zim outsider deb qarashim qiyin-da terma jamoamizga. Lekin tushunaman, guruhda bizni asosiy maqsadimiz shu munosib ishtirok etish. Mana men eslayman-da, Ravshan Haydarovni Olimpiya terma jamoasi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan va Koreyaga play-offda yutqazgan edi. O'shanda yutqazganmiz-da. Lekin butun ijtimoiy tarmoq zo'r o'ynadi. Yashavor yigitlar deganda, o'zi yutqazganmiz. Lekin o'yinni harorati, o'yinni futbolchilarning addachasi, ruscha aytganda, o'yinda o'zini berishi, bor imkoniyatni ishga solishi, xato qilsa darhol to'g'rilashi, xullas yelib yugurishi. Buni muxlislar bu ma'noda aldash qiyin-da. Kim yuguryapti, Sayfiyev nimaga tanqidga uchrayapti? Shu muxlislar undan kutyapti ko'proq harakat qilish mumkinligini. Shuning uchun agar yigitlar oxirigacha borini berib o'ynasa, men ishonaman, o'zbek muxlislari ham mard yoki mard muxlislarimiz ham ko'p. Ular aytadiki, "Ha, yutqizdik, lekin munosib o'ynadi yigitlar. Rahmat, otangga rahmat" deb qo'ya oladigan muxlislar ham bor. Mana biz birinchi qator turib beramiz agar shunaqa o'yin ko'rsak, men ko'rsam-da misol uchun. Shuning uchun men O'zbekiston terma jamoasini 3-o'rin bilan, yaxshi ko'rsatkich bilan, ya'ni 3-o'rinlar orasida chiqishini prognoz qilyapman. Termamizni qaydnomasi haqida qanaqadir endi bu haqda ko'p fikrlar bo'ldi-ku, ya'ni terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi va bizni qaydnomamiz e'lon qilindi, hamma murabbiyga aylanib qoldi yoki libosimiz e'lon qilinganda hamma dizaynerga aylanib qoldi. Juda ham ko'p, misol uchun Twitterda deymizmi, kommentlarda deymizmi, fikrlar to'lib ketdi. Sizni qaydnomadan hech qanaqa bir e'tirozlaringiz qolib ketmadimi? Mana 30 ta ketgandan 26 ta edi. Men Umaralni ko'rish juda istagandim. Umarali o'zi aslida munosib bo'lgani uchun ham, endi meni bilishim bo'yicha Qo'shma Shtatlarga viza olish uchun 50 dan ortiq futbolchi kirgan. Ya'ni kengaytirilgan ro'yxat bo'lgan. O'sha 50 futbolchining hammasi u yoki bu darajada terma jamoaga munosib bo'lgani uchun Cannavaro chaqirgan. Yana o'sha gap. Men Cannavaro darajasidagi mutaxassis nimadirga yo'l qo'yadi deb o'ylamayman. Ya'ni nimadir tushunasizlarga, to'g'rimi? Ya'ni o'zini bir tanishi yo'q-da, tanishi desam, tanishi ham yo'q-da, qanaqadir shunaqa, ya'ni yo'q bu narsani o'ylamayman, umuman o'ylayman. Shu munosib ko'rgani uchun o'zini ko'z qarashi bilan chaqirgan. Shuni munosib. Endi mana Umarali qisqa javob beradigan bo'lsam, men juda istagan bo'lardim. Yana kim? Ibrohim Halil, afsus jarohat bo'lib qoldi. Bor edi bu bolada potensial. Men ko'rsam juda, Husniddin u ham jarohat bo'lib qoldi. Endi o'ynab turganlardan men super afsusim bo'lmadi. Shu o'ynash kerak edi. Super adolat. Men kimdir unutayotgan bo'lishi mumkin, lekin men hammani xayolimdan o'tkazib ko'rdim. Hamma aytilganlarni, men ismini aytishga olmayman hozir.
hamma shu o'ynasa bo'lardi deb chiqishdi-ku. O'shalarga chuqur hurmat saqlagan holatda Cannavaro aytdiki, "Men ishontira olmadim hozircha." Eshiklar butkul yopilmagan. Alisher Odilov. Alisher Odilov ham o'ynashi mumkin edi. Alisher ham mumkin edi. Alisher zo'r. Faqat men shu Alisherdan o'zim umuman kim terma jamoani qaydnomasiga kira olmagan bo'lsa, men juda istagan bo'lardim-ki, bizani Osiyo Kubogi kutib turibdi. Albatta gaplashamiz. Osiyo Kubogi ham mana qancha vaqt qoldi? Qisqa vaqt qoldi-da. 6 oy. Superliga o'zini qaysi jamoasida o'ynayotgan bo'lsa, o'sha jamoadagi o'yinini davom ettirib, bu terma jamoaga kirish kerak. Tugamadi. Ronaldo haqida gaplashdik-ku. Uni o'ynayverishi, futbol bilan jang qilayotgani yoki vaqt bilan jang qilayotgani haqida. Bular nima? Bu 22 yosh, 24 yosh, bittasi 30 ga yetmagan futbolchilar uzog'i. Shuning uchun harakat qilsa, men o'ylayman kiradi hammasi. O'sha kirish mumkin. Cannavaro allaqachon o'zini isbotladimi yoki hali hech narsani demagan bo'lardimi yoki hali o'zini isbotlashga ulgurmadimi? Yo'q, hech narsani isbotlamadi hali. Nimani isbotlaydi u? Hali endi mana jiddiy rasmiy mana bugun yaxshi mag'lubiyat bo'ldi. 3 ta titulchalar yutib qo'ydi. Yo'q, mana shu yaxshi bo'ldi. Qaysi mana bugungi mana ertalabki o'sha video qachon qo'yiladi bilmayman. Kanadaga qarshi uchrashuvimizdagi natija har tomonlama yaxshi bo'ldi. To'g'ri, g'alaba qozonganimizda boshqa bo'lardi, lekin g'alabani bitta yomon tomoni bor. U kamchiliklarni yopib qo'yadi. Ko'zni shang'alat qiladi. Va aldanib qolishimiz mumkin biz. Mag'lubiyat yalang'och-da. Mag'lubiyat yetim. Hamma uni tanqid qiladi. Murabbiyni mana bu futbolchini o'ynayotgani uchun yoki futbolchini to'pni berib qo'ygani uchun hammamiz tanqid qilamiz. Mana biz ham tanqid qildik. Mana Shukurov, Sayfiyev, Hamrobekov boshqa tanqid. Yaxshi shuni ko'rib olganimiz. Ertaga paq etib Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda ko'rib olgandan ko'ra, mana shu uchrashuvda ko'rib olganimiz yaxshi bo'ldi. Va hali Cannavaro hech narsani isbotlamadi. Hech narsani. Cannavaro bitta narsani isbotladi. U rostdan ham tajribali, xorijda ko'rgan mutaxassis ekan. Shtabini yaxshi qildi, vitaminizatsiya, qo'shimcha murabbiylar olib keldi, talablarni qo'ya olyapti. Federatsiya uni talablariga yuryapti. Menimcha shu xolos, hali u jahon chempionati o'zi ham aytdi, men Osiyo Kubogi uchun taklif qilinganman, boshqa. Jahon chempionatida ham, lekin biz kamida o'sha aytganimda o'yin shaklini ko'rishimiz kerak. Mana Katanisda o'yin shakli bor edi. Kapadzeda bor edi o'yin shakli. Hatto Abramovda, hatto emas, Abramovda eng zo'rlardan bittasi bo'lgan. Shunaqa o'yin shakli bo'lsa, hech bo'lmaganda o'sha mutaxassislar yoki futbolni sal bugun futbol bormi, O'zbekiston o'ynaydimi? Hali mashhur film bor-ku, Murod Rajabov qassobga borib, necha bo'ladi degan urush beradi. Shunaqa muxlis, qassob darajasidagi muxlis emas. Futbol rostdan kuyinib ko'radigan muxlis sezadi, uni aldab bo'lmaydi. Buni hozir kalendariga chizib qo'ygan muxlislarimiz bor. Mana bu kun o'ynaymiz, mana bu soatda o'ynaymiz, mana bu shaharda o'ynaymiz. Endi O'zbekistonda qolib kuzatayotganlar-da. Mana shunaqa muxlisni aldab bo'lmaydi. Va unaqa muxlis tanqid qilishi mumkin, qizishib ketib bir narsalar deyishi ham mumkin, lekin agar futbolchi yopishib o'ynayotganini ko'rsa, murabbiy to'g'ri o'zgarishlar qilib, qanaqadir to'g'ri bir taktikalar qilib, nimadir shakl chizgan bo'lsa, o'sha muxlis mayli yutqizgan bo'lsa ham, otangga rahmat deya oladi. Mana shunaqa 2-3 ta muxlis bo'lsa ham o'zi bir tashxis qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun hali Cannavaro hech narsani isbotlamadim va tilaydoshman isbotlashiga. Shakl yo'q hamamcha hozircha. Bugun birinchi taymda men ko'rdim. Ya'ni nimani ko'rdim? Biz tushunishimiz kerak, ikkinchi raqamda o'ynaymiz guruhda. Ikkita o'yinimizda ham. Chunki 3-turda Kongo bilan o'ynaymiz. Kongo bilan bilmayman qanaqa o'ynaymiz. Bu birinchi ikkita o'yinga bog'liq. Lekin Kolumbiyaga qarshi ham, Portugaliyaga qarshi ham 99% kutilmamiz shunaqaki, ikkinchi raqam ostida o'ynaymiz. Bu nima degani? Bizda minimum imkoniyat bo'ladi, maksimum foydalanishimiz kerak. Himoyamiz zich bo'lishi kerak. Arsenal Atletikoning himoyasi darajasida bo'lishi kerak shu mavsum uchun. Va ikkita vaziyat, uchta vaziyat qarshi hujumda bo'ldi. Bo'lmadi emas u. Eldor ham ura olmadi va hozir hamma Eldor tanqid qilishni boshladi. Yana kecha Superligada, Yevropada to'p urardi, hamma uni alqayotgandi, hozir yana tanqid qilishni boshladi. Bitta vaziyat, futbolchilar buni tanasida biladi-da. Ya'ni bitta vaziyat bilan u qahramon yoki sevgi bilan nafrat orasida yashaydi ular. Lekin men boya aytgandek va men shunaqa muxlislar ko'p bo'lishiga tilaydoshman, shunaqa bo'lishiga ishonaman. Qadrlaydigan futbolchilar biladiki, shunaqa vaziyat bo'lsa Eldor keyingi safar foydalanadi, xudo xolasa. Bo'lyapti-da muhimi. Shu yuzaga keldi va shuni sinab oldi. Osmondan tushgani yo'q. Bu ko'rsatma, shunga qarab yondashyapti. Ozgina chizgilari bor, lekin bu hali hech narsa emas. O'zi Shomurodov bunaqa parashyut uslubidagi zarbasiga bilmadim, men ko'zim tushmagan ekan, bu yerda o'rtoqlik o'yini psixologiyasi ham bo'ldi deb o'ylaysizmi? Endi oraliq juda katta bo'lib qoldi. Men endi aniqini Shomurodov bilan, Eldor biladi. Nimani o'yladi, o'tdi, nima qildi? Menimcha oraliq juda katta edi va u ozgina noodatiy qaror qabul qilsam bo'ladi deb hisobladi. O'sha o'rtoqlik o'yini psixologiyasi bor.
Rasmiy o'yin bo'lganda balki olib o'tardi, balki to'g'ri zarba yo'llardi, shart emas edi tepadan oshirish. Qanaqadir shu 0-0 edi hisob va juda yengil orqada ikkita futbolchi ham urilib ketdi-ku. Hozir butun dunyoni yarmi ularning ustidan kulyapti. Shunaqa. Bu bizanikilar shu Eldor ustidan kulyapti. Nima qilib qaraganda bu yaxshi emas. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak-da, bundoq qaraganda mayli-da. Eldorda shu vaziyat bo'ldi. Aytamadim, kecha Superligani to'p urar bo'lgan. Bir kunda u bitta uxlab turib yomon hujumchi bo'lib qola olmaydi. U yaxshi hujumchi, aniq-da, misol uchun. O'sha vaziyatda ura olmadi. Shuning uchun endi tilakdoshman, umid qilaman Davron aka sharhda aytgandek, rasmiy uchrashuvlarda bunaqa vaziyatlardan foydalanadi. Va o'zi mana Eldor Shomurodov rejadan tashqarisi oldi. Turkiya Superligasida to'p urar bo'ldi va O'zbekiston terma jamoasida undan super mahsullikni oxirgi paytlarda ko'rganmiz. Misol uchun saralashda bu qadar katta super mahsullik ko'rsatmadi yoki kafada deymizmi? Ya'ni taqsimot qolgan futbolchilarda ham yaxshi. Eldor Shomurodov misol uchun deylik, oxirgi 2 yil ichida terma jamoamizda 20% gollarni urayotgandir. Misol uchun Bashakshahirda bu foiz 40 ni tashkil qilar. Bu narsa aynan terma jamoamizning ko'p kishi bo'lib himoyalanishi va oz sonli bo'lib hujumga o'tishi bilan ham bog'liqmi? Ya'ni Eldor 6 ta himoyachining orasida yonida bitta Sherigi Oston O'runov bo'lar, Abbosbek Fayzullayev bo'lar. Qiynalyapti deb o'ylaysiz? O'zi yondashuv jihatdan terma jamoa va klub doim boshqa diapazonda-da. Klubda birga yashashadi, uxlashadi butun o'sha 9 oy davomida va ular bir-biri bilan ko'proq jamoa. Mana biz bir oilamiz degan klublar bor. O'sha ko'proq rostdan oila, hech qaysi oila bo'lmasligi mumkin, lekin oilaga yaqin klub baribir. Terma jamoada o'sha yig'in bo'ladi. Terma jamoada boshqa narsa birlashtiradi. Unda mamlakat hissi birlashtiradi-da. Shuning uchun shu narsa bor. Ikkinchidan siz aytayotgan narsa, biz Katanisda 2,5-3 yil davomida uni murabbiylik katta bir davri davomida biz tartibli himoyani qurdik. Himoyaviy dedik, boshqa dedik, shunaqa himoya qurdik. Va bunda albatta Eldor emas. Lekin shunda ham u aynan shu davrda O'zbekiston terma jamoasining eng yaxshi to'p urari bo'ldi tarixdagi. Va terma jamoa va klubdagi funksiyalari uni har xil. Terma jamoada nisbatan baribir sof hujumchi. Klubda ko'rdik, ortga o'ynatib ham qo'yyapti. Terma jamoada u uchlik bilan harakat qiladi. Ikkita chetida wingerlari bor nisbatan. Farqli-da, shunaqa bor. Eldorga shu narsa qanaqadir farq berayotgan bo'lishi mumkin. Yana nima shu, Eldorga menimcha super mahsullik o'z terma jamoada kim super mahsul bizada oxirgi endi yoshlar chiqib kelyapti. Eldor ham eng kuchga to'lgan davrda, hozir mana bundan keyin unda pasayish bo'lib ketishi mumkin. Masalan, Osiyo kubogidan keyin boshqadan keyin. Hozir uni o'ynaydigan davri boshqa. Faqat men unga omad tilayman va meni nazarimda O'zbekiston terma jamoasidagi baribir birinchi raqamli hujumchi. Navbatdagi savolim, O'zbekiston terma jamoasi Kolumbiya bilan o'ynaydi, Portugaliya bilan o'ynaydi, Kongo bilan o'ynaydi. Bu eng ko'p takrorlanayotgan fikrlardan bittasi. Raqiblari kuchi va hokazo fikrlar mayli-ku, menda biroz boshqacharoq yondashuv bor edi va sizdan biroz boshqacharoq javob olmoqchi edim. Misol uchun Arsenal PSG o'ynadi. Biz Arsenalda aynan nima orqali g'alaba qozonishi mumkin, qaysi yo'llar bilan g'alabaga borish mumkinligini xayolan chamaladik. Standart vaziyatlar dedik, burchak zarbalar dedik va eng muhimi PSJning tezkor hujumlarni o'tkazib yubormasligi uchun chuqur himoya dedik va xuddi o'sha ssenariy ostida o'tgandek, o'sha Havertz bitta xato evaziga gol urdi, chuqur himoyalandi, standart vaziyatlar ancha xavfli bo'ldi Arsenalda. PSG yorib o'tish qiyin bo'ldi. Bu narsani bevosita O'zbekistonni o'sha raqiblariga qarshi o'yinlarga olib o'tadigan bo'lsak, taxminan o'yin jarayonini qanaqa bo'lishini kutyapsiz? Misol uchun biz qarshi hujumlarda o'sha Portugaliyani kuchli himoyachilarini yoki Kolumbiyani Chayer, o'sha Lotin Amerikalik himoyachilarni Eldor Shomurodov yoki boshqa bir hujumchilarimiz foydalana oladimi shunaqa qarshi hujumlardan? Umuman taxminlar, o'yin jarayoni haqida sizdagi farazlar. O'sha hali qisman aytganimdek, biz ikkinchi raqam ostida o'ynaymiz. Raqib hujumlariga ko'p bardosh berishimiz kerak bo'ladi. Bosim hujumlar bo'ladi va muhim jihati gol o'tkazib yuborsa, sinmasligimiz kerak bo'ladi. Mana yaxshi esladingiz finalni. Gol o'tkazib yubordi. Endi sal o'xshatish qiyin, lekin men shu jihatini o'xshataman. PSG tez gol o'tkazib yubordi. Men o'yladimki, agar Arsenal, chunki zo'r boshladi, ya'ni gol tasodif kelmadi, Havertz goli. Agar Arsenal davom ettiradigan bo'lsa, PSJga qiyin bo'ladi. Arsenal xatosi to'xtagani bo'ldi-da. U ong bilan to'xtadi. PSG keyin sekin qo'shaverdi. Ha, qiyin bo'ldi, lekin 1 soatdan keyin maqsadiga erishdi. Va bizni terma jamoamiz barcha futbolchilarimizdan juda istagan bo'lardim va mental
mana tayyorgarlik har xil bo'ladi. Mental tayyorgarlikda gol o'tkazib yuborganimizda, raqib bosim bilan kelayotganda sinib qolmaslik kerak. Minimum imkoniyatlarimiz Argentina, Fransiya, Portugaliya terma jamoasiga qarshi o'ynasak ham bo'ladi. Bitta ikkita imkoniyatimiz bo'ladi. Kamida demoqchiman-da, bilmayman. Ana o'sha imkoniyatlardan albatta foydalanishga o'ynash kerak. Bunda tabiiyki Eldorni zimmasiga oldinda o'ynayotgan Abbosni, ehtimol Ostonni zimmasiga kim oldinda o'sha vaqtda bo'lib qolsa, o'shani zimmasiga mas'uliyat tushadi. Qolgan vaqt hamma himoyalanish kerak. Mana Usmon aytdi-ku, nimaga 86-daqiqada Bavariyaga qarshi uchrashuvdi? 86-daqiqada bunaqa bosim qilding desa, men pressing qilmasam meni almashtirib tashlaydi dedi-ku. Shunaqa 90 daqiqa 11 nafar futbolchi, ayniqsa Portugaliyaga, Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda himoyada yordam berishimiz kerak. Bu degani biz faqat himoyada yotib olamiz emas, lekin o'sha himoyamiz tartibli bo'lmas ekan, darvozamizni daxlsiz imkon boricha saqlashga o'ynasak va buni uddalasak, qaysidir o'yin daqiqalarida raqib asabiylashishni boshlaydi. Ular qanaqa hisoblaydi? Shu O'zbekistonga ham gol ura olmayapmiz degan nima bilan hisoblaydi-da. Butun muxlislari, futbolchilari bu xuddi o'sha psixologik jang. Shaxmat. Har daqiqa ular gol ura olmasa, Portugaliya yoki Kolumbiya, ayniqsa Portugaliya, ular asabiylashishni boshlaydi. Ular asabiylashsa esa zarbalar noaniq bo'ladi, uzatmalar noaniq boshlaydi va ularning har bitta xatosi bizning potensial imkoniyatimiz. Shuning uchun men ishonaman, chunki futbolda nimalar bo'lmagan. Terma jamoamiz minimum imkoniyatlarga ega bo'ladi. Masala shu imkoniyatlardan foydalanish, lekin undan ham avvalgi masala biz o'sha himoyani yaxshi ushlashimiz kerak. Tushunaman, Ronaldo, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Luis Suarezga qarshi yaxshi ushlash deb oson o'tib ketib bo'lmaydi. Buni yashash kerak. 180 daqiqa biz muxlislik qilamiz ekran qarshisida yoki stadionda. Futbolchilar maydonda shuni ichida yashash kerak. Shu hujumni ko'tarish kerak. Ozgina tajribasi bor, Abduqodir bor, o'rtoqlashsin sheriklari bilan bu darajadagi futboldan. Chunki Chempionlar Ligasi darajasida o'ynadi, Arsenal bilan finalda o'ynadi, Arsenal bilan chempionatda shunaqa. Ha, bu boshqa, lekin ekvivalenti bir-biriga yaqin o'yinlarda, darajasi nuqtai nazaridan. Xullas, futbolchilarga ko'rishadi, sportsiz kuzatishadi baribir. Iloji bo'lsa, ijtimoiy tarmoqqa mana bu uchrashuvlardan keyin kirmagan ma'qul. Ayniqsa izohlarga. Demak, ko'rishmas ekan. Yo'q, izohlarga. Va kirganda ham immunitet, endi ko'pchilikda immunitet bor, immunitet bilan kirish kerak-da. Unutmaslik kerak, juda ko'p futbolchilarga ishonadigan futbolchi, muxlislar ham bor. Bor. Va bu ishonch shunchaki yo'llik emas. Ular o'zi ham biladi. Tasodifan 48 taliga chiqib bo'lmaydi. Misol, qayta 48 talik bo'lgani uchun, bugun bittasi menga 48 talik bo'lgani uchun bu chiqdi. Yoz shuni, nimaga yozmaysan deb. Faqat shu uchun chiqdi deyapti-da. Endi men yozmadim bunga javob, lekin mana imkon bor ekan, umumiy qilib shunaqa fikrga javob bermoqchiman-da. Italiya qolib ketib qoldi. Misol uchun-da. Ukraina qolib ketdi. Zo'r terma jamoasi bor. Yulduzlari bor Ukraina terma jamoasi. Yevropadan deymiz. Osiyodan milliard mablag' puldan umuman muammosi bo'lmagan Birlashgan Arab Amirliklari qolib ketdi. Misol uchun-da. Umuman muammosi yo'q. Xohlagan murabbiyni olib kelib, xohlagan ishlatsa bo'ladi. Xohlasa pasport berib o'ynatsa bo'ladi. Yoki milliard aholisi Xitoyga qolib. Endi bu boshqa kategoriya-yu. Aytmoqchiman, misol. Bu nima ma'noda emas. Men aytmoqchi bo'lganim, futbolchilar ruhan maydonga tushmasdan oldin yutqizib qo'yish kerak emas-da, jangni. Maydonda yutqizsa mayli, maydonga tushmasdan oldin yutqizish kerak emas-da. O'ynab yutqizish kerak. O'ynab jang qilib yutqizsa, boya aytganimdek, jang qilganni, samimiy shu borini berib yugurgan futbolchini farqiga boradi ko'pchilik. Hali ikkita ushlasa, "Buni yugurmadi desa ham o'chirib ovozingni yugurdi" deydi-da, yonida ikki bo'lmasa. Jahon chempionatidan keyin termamizdagi taxminiy manzara qanaqa bo'lishini kutyapsiz? Endi bu haqida xalqdan gapirishga erta bo'lishi mumkin, lekin sizni fikrlaringiz qiziq. Terma jamoada menimcha o'zgarishlar bo'ladi. Lekin inqilobiy juda katta o'zgarishlar bo'ladi kutmayman. Ba'zi pozitsiyalarda, masalan, Farruh Sayfiyev uchun bu oxirgi katta turnirdir, misol uchun. Balki kim biladi. Yana ba'zi futbolchilar uchun shunaqa bo'lishi mumkin-da endi. Ammo terma jamoamiz bir super bir yarim tarkibi almashib ketishini ham kutmayapman men. Shu unaqa bu endi men juda xohlagan bo'lardim yosh avlod tezroq kirib kelishini. Masalan, o'sha Abbos avlodi Olimpiya terma jamoasida yaxshi futbolchilar bor. O'sha gapda Alisherlar, masalan, Alisher Odilovlar. Ular o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq-da. Ha, qiyin, balki munosib ko'rsan seni olishmagandir. Endi shu majbur qilishing kerak-da. Majbur qilishing kerak. Murabbiy o'ziga o'zi dushman emas, baribir oxir-oqibat olib ketadi agar qanaqadir dahshat o'yin ko'rsatib olgan futbolchini ilojsiz masalan. U masalan Yamal
darajasida o'ynayapti-yu, lekin Cannavaro uni olmayapti emasda. Hmm. Ozgina qo'shish kerak, boshqa qilish kerak, almashtirish. Shuning uchun almashadi va ishonaman, juda ko'p futbolchilar, yosh futbolchilar kelib qo'shiladi. Lekin men nomli va super qanaqadir katta o'zgarishlarni kutmayman. 34 yil jahon chempionatiga chiqmaganmiz va jahon chempionatiga bor fokusimizni qaratamiz va 6 oydan keyin Osiyo Kubogi umuman boshqa raqiblar, umuman boshqacha atmosfera. Bu noqulaylik tug'diradi deb o'ylaysizmi? O'zi o'shaning uchun ham men juda katta o'zgarishlarni kutmaymanki, qisqa muddatdan keyin biz katta tushundim. turnirni o'tkazamizda. Men chunki ishonmayman bir 50% ga hech bo'lmasa yengillab tashlaydi, yangi futbolchilar bilan o'sha boradi kubokka deb. Men shunaqa bo'lmaydi. Hop, endi sal bir g'aliz jumla ishlataman. Jahon chempionati Osiyo Kubogi uchun tayyorgarlik degan. G'alati eshitiladi. Biz uchun shunaqa. G'alati eshitib umuman olganda. O'zi aslida teskarisi bo'lishi kerak. Lekin mana shu o'tkazadigan 4 ta o'yinimiz, yaxshi niyat qilib turib optimalroq, optimistik aytyapman. Jahon chempionati doirasida 4 ta o'yinimiz, idealda 5 ta o'yinimiz. Mana shu aql bovar qilmas ssenariyda 6 ta o'yinimiz. Bizga Osiyo Kubogi uchun tayyorgarlik vazifasini o'tab berish kerak. Shu nuqtai nazardan diskomfort emas. Yaxshi bir o'yin bo'ladi. Va oxirgi savolim, jahon chempionatining favoritlari haqida fikr bildirsangiz, qaysi terma jamoalardan chempionlikni kutyapsiz va qaysi terma jamoalar rostdan ham qo'rqinchli? Bu savolga hozir shu kunda men hali o'yinlarga mana 10 kun vaqt bor edi, chunki hali o'zgarishi mumkin, jarohatlar boshqa nimadir ta'sir o'tkazadi albatta fikrlarga. Lekin baribir men Ispaniyada javob beryapman. Qayerda bo'lsa. Ya'ni asosiy favoritim Ispaniya, Fransiya deyarli shu darajada men o'yin kutyapman. Ya'ni nisbatan shakllangan va Desham uzoq yillik murabbiy. Menimcha eng uzoq ishlayotgan mutaxassis terma jamoalarga bir qarash kerak. Bu juda ko'p plyus beradi. Ya'ni u kecha tanishmayapti. Mana Cannavaro 1 yil bo'ldi taniyotganiga-da, bo'lmadi hali hatto. Xullas, va Ispaniya terma jamoasi chunki Yevropa chempionatida ko'rdik-da uni darajasini juda. Mana shu ikkita terma jamoani aytyapman. Va yana ularning oldiga men albatta Braziliyani qo'shyapman, Portugaliyani qo'shyapman. Braziliya endi hamma aytayotgan variantlarda. Menda alohida masalan bitta mana shu jamoa degan variant yo'q. Lekin men shu 5 ta terma jamoani aytyapman. Argentinani qo'shmaymizmi Mustafa? O'sha aytdim, Argentina ham bor. Ha, Braziliya, Argentina, Portugaliya, Fransiya. Endi asosiy ikkitasi Ispaniya, Fransiya. Va kichik so'rovnoma, jahon chempionatini chempioni bo'lishni bitta terma jamoani tanlasangiz, jahon chempionatining chempioni bo'lishga sizni nomzodingiz. Portugaliya bo'lsa, To'proq qaysi futbolchi bo'ladi deb o'ylaysiz? Kylian Mbappe yoki Harry Kane. Eng yaxshi assistent, Bruno Fernandes. furor ko'taraveradigan terma jamoa umuman kutilmaganda. Menimcha eng zo'r o'yinni Ispaniya terma jamoasi ko'rsatadi. Eng kutilmagan natija deb so'rayotgan bo'lsangiz, Turkiya terma jamoasi. Va eng yaxshi yosh futbolchi? Agar yosh deb hali ham hisoblaydigan bo'lsa, Yamal yoki agar yosh deb hali ham hisoblaydigan bo'lsa, Abbos. Jahon chempionatida misol uchun har doim ko'ramiz, qaysidir terma jamoalar, kuchli terma jamoalar guruhda qolib ketadi. Siz qaysi terma jamoalardan shu narsani kutasiz? Yo, hali kutmayapsizmi? Yo'q, chunki 3-o'rinlarni 8 tasi ham qo'lga kiritadi. Shuning uchun guruhda qolib ketish. O'zimiz terma jamoa shu yaxshi natija qayd etib chiqishiga ishonayotgan inson qanaqa? Ya'ni boshqa terma jamoalarga men ishonmasligim mumkin. Shuning uchun katta terma jamoalar chiqsa kerak. O'zi katta sensatsiya jahon chempionatigacha bo'ldi, lekin bunga bir tomondan o'rganib qoldi, Italiya chiqmadi.